Onamiz bor bizning uyimizda. Onamizga xizmat qiladigan kelinimiz yoki kelinimiz bor. Onamizga xizmat qilyapti, qarang, o'zini onasini tashlab kelib, bizning onamizga xizmat qilyapti. Bizni borib boshqa onasiga xizmat qilyapmiz. Lekin undan ayb qidirsak, kamchilik qidirsak, qolib yoturadi, turmaydimi, qaramaydimi, biz ham bola katta qilyapmiz, anu-manu deysak, barakamiz kesilib ketar ekan. Bilib oling. Raz bizning volidamiz issiq ovqatini yoniga qo'yib, kirini yuvib, xizmatini qilyaptimi, eplamayaptimi, shuni qilyaptimi, joiz ekan, uni duolaringizda eslash shart ekan. Обязательно kelininglarni duoingizda eslashingiz shart ekan. Duoingizda tezroq ko'tarilar ekan. Qaynonlarga ham tegishli. Sizni xizmatingizni qilayotgan, ovqatingizni qilib berayotgan keliningizni duolaringizda, duo qilsangizgina ibodatlaringizda juda ham tezlik bilan osmonga ko'tarilar ekan. Chunki o'sha ibodatga kuch qilib berayotgan shu keliningizni pishirgan ovqati. Tushundingizmi? Shu ibodatingizni pok bo'lish uchun sizni ichki kiyimingizdan tortib hamma kiyimingizni yuvib, dazmollab, mana oyijon deb qo'yibdi. Pok xonadonda ibodat qilishingiz uchun eplamasa shu uyingizni sipirib, artib, sidirib, pilisoslab, bir narsalar qilib qo'yibdi, ish qilib. Joy-joyiga qo'yibdi, o'sha padrog'ingizni ham, boshqangizni ham, ro'molingizni ham, to'g'rimi? O'sha xizmatingizni qilayotgan kelinlarga duo qilmasangiz, duolaringiz qabul bo'lishi o'ta qiyin bo'lib ketadi.